Assalomu alaykum futbol ishqibozlari. Chempionlar Ligasining chorak final dastlabki uchrashuvlari ortda qoldi va biz kutilmagan natijalarga guvoh bo'ldik. Madridda Qirollik klubi tiz chokdi, Portugaliyada esa so'nggi soniyalar dramasi. Bugun hozirgina tugagan aql bovar qilmas o'yinlarni batafsil tahlil qilamiz. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Real Madrid 1-2 Bavariya, Santiago Bernabeu-dagi sovuq dush. Kechaning markaziy o'yini Madridda bo'lib o'tdi. Real Madrid o'z maydonida Myunxenning Bavariya klubini qabul qildi. O'yin shiddatli boshlandi, ammo mehmonlar o'zlarini mezbondek his qilishdi. O'yin xronikasi: uchrashuvning 41-daqiqasida Dias Bavariyani hisobda oldinga olib chiqib, Bernabeuni jimjitlikka garq qildi. Oradan ko'p o'tmay, ikkinchi bo'limning deyarli boshidayoq, yana 46-daqiqada Garri Keyn madridliklar mudofaasidagi xatodan foydalanib, hisobni 0-2 ko'rinishiga keltirdi. Umid uchquni madridliklar taslim bo'lishmadi. 74-daqiqada Kylian Mbappe o'z mahoratini ko'rsatib, hisobni qisqartirdi, ammo bu gol Realni mag'lubiyatdan qutqarib qola olmadi. Yakuniy hisob 1-2. Arbelo shogirdlari javob o'yinida Myunxenda haqiqiy jasorat ko'rsatishlariga to'g'ri keladi. Sporting Arsenal so'nggi soniyalar qahramoni. Parallel ravishda kechgan yana bir bahsda Londonning Arsenal klubi Portugaliyada Sporting mehmoni bo'ldi. O'yin juda ehtiyotkorona va taktik kurashlarga boy o'tdi. Muxlislar o'yin nursiz durang bilan tugashini kutayotgan bir paytda sahnaga Kai Havertz chiqib keldi. Hakam tomonidan qo'shib berilgan 90+1 daqiqada Havertz raqib darvozasini ishg'ol qilib, kanonirlarga o'ta muhim g'alabani taqdim etdi. Xo'sh, aziz do'stlar, sizningcha Real Madrid Myunxenda comeback qila oladimi? Yoki Bavariya bu yilgi bosh favoritmi? Shuningdek, Arsenalning imkoniyatlarini qanday baholaysiz? O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga a'zo bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Zero eng qaynoq futbol yangiliklari aynan shu yerda. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.